Demak, 21-savol. Egriga barobar 3 sinus kub x qo'shilgan 4 kosinus 4-daraja x funksiyasining eng katta qiymati a ga, eng kichik qiymati b ga teng 2-3b ni toping demoqda. Demak, dastlab ularning eng katta va eng kichik qiymatini topib olaylik. Eng katta qiymati bo'lishi uchun sinusning eng katta qiymati 1, kosinus ham eng katta qiymati 1, faqat ular bir vaqtda bo'la olmaydi. Demak, bizga kattarog'i, qaysi birining koeffitsiyenti kattaroq, bunisining koeffitsiyenti kattaroq, shuning uchun shu 1 bo'lsa, qiymati kattaroq chiqadi. Ya'ni kosinusimiz 1 bo'lsa, o'sha paytda sinus 0 bo'lib qoladi. Demak, kosinus 1 bo'lganda bu qiymati 4 chiqar ekan. Eng katta qiymati qolgan paytda 4 dan kichkina bo'ladi. Endi keyingisi eng kichik qiymatini topishimiz kerak ekan. Eng kichik qiymati bo'lish uchun sinus ham kosinus ham eng kichik qiymati -1. Shunda hozir bunisini, ya'ni ikkinchisini -1 qilsak -4 bo'lib eng kichkina bo'lar edi, lekin bu kosinus 4-daraja, juft daraja -1 bo'la olmaydi. Shuning uchun ikkinchisini, ya'ni 3 sinus 3x ni -1 ga tenglaymiz. Shunda 3 bilan -3 bo'lyapti. Hozir bu a ga teng bo'ldi. B imiz teng bo'lyapti. Bu -3, sinus -1 bo'lgan paytda kosinus 0 bo'lib qoladi. Bunisi 0 bo'lib ketadi. Bunisi -3 ga teng bo'ladi. Orasidan eng kichkina qiymatligi aniqki, chunki kosinus 4-daraja x bu musbat son daraja juft bo'lganligi uchun eng kamida 0 bo'ladi. Bu ham eng kamida 0. Sinusimiz eng kamida -1 bo'ladi. B imiz -3 ga teng bo'lmoqda. Demak, 2a -3 bilan topib qo'ying. 2a deganimiz 8 ayiramiz, 3b deganimiz -3. Ayirganimiz uchun ikkalasi +3 bo'lib, 9 bo'ladi. -3 u -3 +9 bo'lib javobimiz 17 ga teng chiqar ekan. Javob D bo'ldi. 22-savol. Funksiyani mana nuqtadagi hosilasining qiymatini toping demoqda. Demak, hosil olamiz. Avval f' x barobar, avval sinus kvadratdan hosil olsak, x oldinga tushib 2 bilan 4 ta sinus 3x bo'ladi. Endi sinus 3x ni o'zidan hosil olsak, kosinus 3x bo'ladi. Ko'paytirilgan, endi ichkarida 3x dan hosil olib qo'ysak 3 qo'shilgan. Endi kosinus kvadratdan hosil olamiz. 2 oldinga tushib, degan bu ham 6 kosinus 2x bo'ladi. Keyin kosinusdan hosil olsak minus sinus 2x bo'ladi. Hamda 2x dan hosil olib qo'yamiz 2. Soddalashtirib olaylik. Bunisi 4 kere 3 12 bo'lmoqda. 12 ta sinus 3x kosinus 3x. Sinus 2x ni minusini oldiga chiqarsak minus 2 kere 6 12 ta. Demak, kosinus 2x sinus 2x. Xo'p, qo'yib olsak bo'ladimi? 2 ga ko'paytirib o'raylik. Bu 2sini 12 ni 2sini ichkariga berib yuborsak 6 ta qoladi. 2 bunga ko'paytirib sinus 6x bo'lib qolar ekan. Ayrilgan. Buni ham 2sini 12 ni 2sini berib olsak, demak 6 ta sinus 4x bo'lib qolar ekan. Ikkilangan burchak formulasiga tushib. Ana endi shunga pi taqsim 4 qo'yishimiz kerak. Pi taqsim 4 qo'ysak 6 pi taqsim 4, 3 pi taqsim 2 degani sinus 3 pi taqsim 2 bo'ldi. Ayrilgan 6 ko'paytirib bunga pi taqsim 4 qo'ysak sinus pi bo'lmoqda. Sinus pi dan 0 ga teng bu qisqarib ketdi. 3 pi taqsim 2 dan -1 ga teng, oldidagi 6 bilan -6 ga teng bo'lar ekan. Javobimiz B bo'ldi. Demak, navbatdagi savol hisoblang demoqda. Mana shu integralni. Xo'sh, demak, mahrajiga e'tibor berib qarasak, x ln x turibdi. 1 taqsim x ln x degan narsamiz ln x hosilasi bo'ladimi? ln x ning hosilasiga teng bo'ladi. Hosilasiga. Sabab bundan hosil olganimizda avval ln dan hosil olsa 1 taqsim ln x chiqib qoladi. Keyin ln x ni o'zidan hosil olsa 1 taqsim x chiqib qoladi. Demak, mana shuni biz d ni u tomoniga olib o'tsak, integral avvalroq keyin qiymatlarni qo'yib qo'yamiz. ln kvadrat ln x d x ln x bu tomonga olib o'tamiz. Demak, ln x. Xo'p, endi ln x ni t bilan belgilaydigan bo'lsak, chap tomonda t kvadrat turibdi, bu yoqda dt turibdi. Bundan boshlanish olsak, t kub taqsim 3 bo'lar ekan. Ya'ni t deb biz ln x aytganmiz. ln x ning
kubi taqsim 3. Shunga biz demak y ning y'si y ning y kvadrat darajasini qo'yishimiz kerak. Avval y ning y kvadratini mana bu yerga qo'ysak, x o'rniga y ning y kvadrat qo'ysak, ln bilan y qisqarib ketib, y kvadrat oldinga tushar ekan. ln y kvadrat qolib, bundan 2 chiqar ekan. 2 ning kubi taqsim 3 ayrilgan y ning y'si qo'ysa, bu ln y bo'lib 1 bo'lsa oldiga y tushar ekan, ln 1 ga teng ekan xullas. Demak 1 ning kubi 1 taqsim 3 demak ayrilsak 7 taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Javob D bo'ldi. 24-savol. Agar AE 8 ilzosida 3, AE tomoni 8 ilzosida 3, AB bilan DE bir-biriga teng bo'lsa, DS'ni toping. Xo'sh, AB bilan DE bir-biriga teng, bu x bo'lsa, bu ham x ekan. Bu yer 60 bo'lsa, tepasi 30 gradus bo'ladi. 30 ni qarshi tomon gipotenuzani yarmiga teng, 60 ni qarshi tomon uni ilzosiga ko'paytirganiga teng. Demak, AC tomonni biz belgilab olsak bo'lar ekanki, x taqsim ilzosida 3 deb olsak bo'lar ekan. 60 qarshi tomondan ilzosi 3 marta kichkina. Bunisida 30 ni qarshi tomon x bo'lmoqda, 60 ni qarshidagi tomon esa uni ilzosiga ko'paytirganiga teng, ilzosi 3 x. Ikkalasini yig'indisi x taqsim ilzosida 3 ga qo'shsak, ilzosida 3x ni ikkalasi yig'indisi AE ga teng bo'lmoqda. Bizga AE ni 8 ilzosida 3 ga teng deb aytishgan edi. Demak, ilzosi 3 ni mumahlash qilsak, unga ko'paytirsa 3x u bilan 4x barobar 8 ilzosida 3 bo'ldi. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, 8 bilan 4 qisar 2, 2 5 6 bo'lar ekan. X imiz 6 ga teng ekan. Mana 6 ga teng bo'ldi. Bizdan DS ni toping deyapti. DS hozir bu 30 ni qarshi tomon gipotenuzani yarmiga teng. 30 ni qarshi 6 bo'lsa, demak gipotenuzamiz 12 ga teng bo'lar ekan. Javob C bo'ldi. 25-savol. Uchburchaklikda tomoni 3 va 6 ga, 3-tomonga o'tkazilgan bisektrisa esa 2 ga teng. Uchburchak yuzini toping demoqda. Demak, uchburchagimizga bisektrisasi chiqqan, ikkita tomoni 3 va 6, bisektrisa uzunligi 2 ga teng ekan, yuzini toping demoqda. Biz nima qilamiz? Mana burchakni alfa bilan belgilasak, bisektrisa formulasi bo'lar edi. 2AB kosinus alfa taqsim A plus B degan. Bu yerda alfa sifatida mana shu burchakning yarmini olishimiz kerak. Ya'ni jami burchak bisektrisa ajratgan burchaklardan bittasini olishimiz kerak. Xo'p, shu formulaga qo'yadigan bo'lsak, L 2 ga teng barobar 2 ko'paytiruv AB tomonlari 3 bilan 6 kosinus alfa taqsim A plus bu 9 ga teng. Ikkala tomon ikkilar qisqarib ketsa, xullas kalam shu yerdan kosinus alfani topadigan bo'lsak, 3 taqsim 18 9 taqsim 18 bo'lib 2 dan 1 ekan. Kosinus qachon 2 dan 1? 60 gradusda. Endi jami burchak demak 120 gradus bo'lar ekan. Endi yuzini so'ragan, uch burchak yuzini sinus yordamida hisoblash. 2 dan 1 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan B ko'paytirilgan sinus alfa sinus 120 gradus. Sinus 120 gradusda ilzosi 3 taqsim 2 ga teng. Ko'paytirsak, xo'p 2 bilan bu qisqarsa 3 qolar ekan. 3 kira 3 9 ilzosi 3 taqsim 2 ga teng chiqar ekan. Javob D bo'ldi. 26-savol. ABCDF muntazam 6 burchak, DT ni TE ga nisbati 3. DT ni TE ga nisbati 3 ekan. Xo'p, yo x bo'lsa, bu yog'imiz 3x ekan. Demak, 6 burchak perimetrini toping. 6 burchak perimetri. Demak, tomonni topib olsak, perimetri kelib chiqaveradi. Xo'p, bunisini qanday topamiz? Buni yerdan A dan tutashtirsak, bu katta diagonal asosga parallel bo'ladi muntazam uchburchagimizda. Demak, AD bilan FE bir-biriga parallel, demak FE ni davomi ham unga parallel bo'ladi. Ikki parallel to'g'risini 3-AK to'g'risida kesib o'tayotgan bo'lsa, ichki almashinuvchi burchaklar teng bo'ladi. Bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa. Mana bu burchaklar esa vertikalligidan teng. Demak, bizda ikkita o'xshash uchburchak paydo bo'lmoqda. Biri ADT uchburchak, ikkinchisi esa ETK uchburchak bir-biriga o'xshash bo'lmoqda. Demak, tomonlar nisbati 3-1 bo'lsa, demak AD tomonni EK tomonga nisbati ham 3-1 bo'lishi kerak. Ya'ni 3 barobar katta bo'lishi kerak. Bunda AD ning 24 ekaniga, ya'ni 8 dan 3 barobar katta ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Xo'p, AD 24 muntazam 6 burchakda katta diagonalimiz tomonini 2 barobar katta bo'lardi. Tomonidan 2 barobar katta bo'lar edi.
o'sha 2a-imiz 24 ga teng bo'lsa, demak tomonimiz o'zi 12 ga teng bo'lar ekan. Mana bu yer 12 bo'lar ekan. Ana endi bizdan perimetrini so'ragan, muntazam 6 bo'lsak, 6 tomoni barchasi 12 dan bo'lsa, perimetr 72 ga teng bo'lar ekan. Javob C bo'ldi. Demak, 27-savol. W1 aylana. W bilamiz shu. Fizikada boshqacharoq berilardi menimcha. New dermidi? Xullas kalom, mana shu ikkita aylana berilgan ekan. A markazdan o'tar ekan, bittasi ikkinchisini markazdan o'tar ekan. Xo'p, A va B nuqtada kesishadi. Xo'sh, W1 aylana C nuqta olingan. Xo'p, OC vatar D nuqtadan kesadi. ASB 64 bo'lsa, ADBni toping. Ha, X belgilab qo'ygan ekanmiz. O'sha X ni topishimiz kerak ekan. Xo'p, buni qanday topsak bo'ladi? Mana uni tutashtirsak, OA ni, OB ni ham tutashtirsak, bizda ASBO to'rt burchak paydo bo'lmoqda va bu to'rt burchagimiz, e'tibor qarasak, birinchi aylanaga ichga tushilgan to'rt burchak bo'lib qolyapti. Ya'ni boshqacha qilib aytsak, ASBO aylanaga ASBO to'rt burchakka tashqi tushilgan aylana bo'lib qolyapti. Mana bu aylanamiz. Demak, to'rt burchakka tashqi aylana tuzishimiz uchun uning qarama-qarshi burchaklari yig'indisi 180 bo'lishi kerak edi. Demak, tepada C burchak 64 gradus bo'lsa, pastidagi mana bu burchagimiz qanchaga teng bo'ladi? 180 dan 64 ni ayirib yuborganimizga teng bo'ladi. Bu yerni o'chirib turay endi. Demak, mana bu burchagimiz 180 dan 64 ni ayirganimiz 116 gradus bo'lmoqda. Endi bu A nuqtadan o'tadi. Demak, mana bu ADB yoyimiz bu markaziy burchak AOBga tiralyapti va markaziy burchakda gradus o'lchoviga teng bo'ladi. Ya'ni bu yoy ham 116 gradus. Bu 116 bo'lsa, qolgan yoyimiz, bu tomondagi yoyimiz 360 dan uni ayirib yuborganimizga teng bo'lar ekan. Mana bu yerni boshqacha ranglashtirgan bo'lsak, bu tomoni 360 dan 116 ni ayirib yuborganimiz. Qancha bo'ladi? 360 dan 116 ni ayirib yuborsak, 4 qoldi, 5 dan 1 4 qoldi, bu yerda 2 qoldi. Demak, 244 gradusga teng bo'lar ekan mana shu yoyimiz. Endi bizga mana bu kerak edi. Mana bu kerak edi. X. Mana shu X'imiz e'tibor bersak, aynan shu yoyga tiralgan. Aynan mana shu yoyga tiralgan, faqat bu uchi aylana ustida turibdi. Demak, bu ichki tutilgan burchak, o'zida tiralgan yoyning yarimiga teng bo'lar edi. Demak, X'imiz 244 ning yarimi 122 gradusga teng bo'lar ekan. Javob A bo'ldi. Xo'sh, keyingisi qavariq to'rt burchakning yuzi 30 ga teng ekan. Unga chiqilgan radius 3 ga teng. To'rt burchakning bir tomoni 4 ga teng bo'lsa, uni qarshi tomon uzunligini toping demoqda. Demak, qavariq to'rt burchak ichki aylana tuzilgan ekan. Perimetri berilgan bizga. Yuzi berilgan, yuzi bilan radiusi berilgan. 3 burchakka ichki aylana, 4 burchakka ichki aylana tuzganimizda formula bo'lardi: S barobar PR taqsim 2 degan. Bu yerdan perimetrini topsak 2S taqsim R. Radiusimiz bizda 3 ga teng, yuzimiz 30 ga teng, ikkitasi 60 yarimi, demak 20. Perimetri 20 ekan. Ana endi tomonlarini A, B, C desaydi, bu tomonni 4 deb olsak, mana bu tomonni 4 degan, bizga B kerak. Mana bu B kerak, bu 4 ni qarshi tomon kerak. Endi 4 burchakka tashqalanishimiz uchun qarama-qarshi tomonlarimiz teng bo'lishi kerak. Demak, A qo'shilgan C teng bo'lishi kerak, B qo'shilgan 4 ga. Perimetri 20 bo'lsa, demak x chekada 10 dan. Demak, A ga C ni qo'shsak ham 10 bo'lishi kerak, B ga 4 ni qo'shsak ham 10 ga teng bo'lishi kerak. Bundan B ning 6 ekanligi kelib chiqmoqda. Javobimiz 6 ekan. A javob ekan. Xo'p, buni o'chirib yuboraylik. Demak, tizimada berilganlariga ko'ra aylana tenglamasini tuzing demoqda. Tizimada berilganlariga ko'ra, demak, mana bu nuqtamiz 5 ekan, x o'qidan, y o'qidan esa x taqsim 5 da yotibdi. Demak, y o'qidan aynan 1 ga borar ekan. Demak, markazi 5-1 nuqtada ekan. Markazi 5-1 nuqtada bo'lsa, demak, biz boshlaymiz. X minus birinchi koordinatani kvadrati qo'shilgan y minus y o'qidan 1 ga to'g'ri kelyapti. 1 ning kvadrati teng radiusni kvadrati bo'lishi kerak. Radius qancha? Radiusi mana bu yerdan shunday olib boradigan bo'lsak, 5 dan 7 gacha orasi 2 bo'lyapti. Balandligi 1 edi. Y o'qidan 1 ga qabul qilgan.
1/2 bo'lsa, demak radiusimiz ildiz 5 bo'lar ekan. Bizga radius kvadrat kerak 5. Demak, javobimiz qaysi bo'ldi? X - 5, y - 1. Ajoyib ekan. Bo'ldi. Ajoyib ekan. Eslatib o'tamiz, aylana tenglamasi x - a ning kvadrati qo'shilgan y - b ning kvadrati barobar r kvadrat. Bu yerda a bilan b markazining koordinatalari, r esa radiusi bo'ladi. Shuning orqali biz bu markazining koordinatalari 5 va 1 ekanligidan x dan 5 ni a ni ayirdik, y dan 1 ni, ya'ni b ni ayirdik. O'ng tomonda esa radiusining kvadrati bo'ldi. Xo'sh, 30-savol. Xo'p, gipotenuza uzunligini topishimiz kerak edi. Hop, chizib ko'raylik. ABC to'g'ri burchakli uchburchakning S to'g'ri burchagi uchidan AB gipotenuzaga parallel tekislik o'tkazilgan. Demak, matlik chizib ko'ramizmi? ABC to'g'ri burchakli uchburchak S to'g'ri burchagi uchidan AB gipotenuzaga parallel bitta tekislik o'tkazib yuborilibdi. Hop, endi parallel tekislik o'tkazildi. Tekislikdan gipotenuzagacha bo'lgan eng qisqa masofa 8 ga teng. Bu mana bu yerdan tikka olib borganimiz bo'ladi. Balandlik bu 8 ga teng ekan. Katetlarning tekislikdagi proyeksiyalari 8/2 bilan 12 ga teng. Mana katetlarni, mana tekislikdagi proyeksiyalari desa, tekislikka proyeksiyasi bunday perpendikulyar bo'lib boradi va mana bu proyeksiya bo'ladi. Soya bo'lib, tekislikdagi proyeksiyasi bittasi 8/2 ekan, ikkinchisi bundan olib boradigan bo'lsak, bu 12 ga teng bo'lar ekan. AB gipotenuza uzunligini toping demoqda. Xo'sh, buni qanday topsak bo'ladi? Xo'p, qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 90, 180 bo'lmoqda. 12 bo'lsa, katetlarni A bilan B deb olsak, xo'sh, qolgani qanday bo'ladi? Gipotenuzasi teng, katetlari 8 bilan B. Xo'sh, A bilan B topsak bo'ladimi bundan hozir? Ikkalasi parallel bo'lgandan keyin bu masofalar teng bo'ladi. Mana bu tomon x bo'ladigan bo'lsa, bu tomon ham x bo'ladi, chunki AB bilan mana to'g'ri sig'imiz bir-biriga parallel, ya'ni tekisligimiz parallel bo'lsa, ikki parallel tekislik orasidagi masofalar teng bo'ladi. Xo'sh, shundan Pifagor teoremasini qo'llasak qanday bo'lar ekan? A kvadrat qo'shilgan x kvadrat ayrilgani A kvadrat ayrilgan x kvadratimiz teng bo'lmoqda 64 kare 2 128 ga. B kvadratdan x kvadratni ayirganimiz esa teng bo'lmoqda. O'zimiz 8 ga teng bo'lib qolsa kerak ximiz. Balandligi bir xil. Demak, ximiz 8 ga teng ekan, to'g'ridan-to'g'ri 8 qo'yib yuboraylik. Bu yerda A kvadrat minus ximiz 8 ga teng, bu ham balandlik, bu 8 x demak gipotenuzani topsak bo'lar ekan. Buni katetlarni to'g'ridan-to'g'ri topaylik. Demak, x kvadratga 8/2 ning kvadratini qo'shsak, a kvadrat chiqishi kerak. Demak, a kvadrat barobar 8/2 ning kvadrati 64 128 qo'shilgan x kvadrat. Ximiz 8 ga teng, kvadrati 64. Qo'shsak 192 ga teng bo'lar ekan. Bo'ldi chiqaman. Xo'p, uzra o'quvchilar so'rayapti. Demak, keyingisi b kvadrat so'ralyapti ekan. 12 ning kvadrati plus x kvadrat. 12 ning kvadrati 144, x kvadratimiz 64 ga teng. Ikkalasini qo'shsak 208 ga teng bo'lar ekan. Ikkalasini qo'shib yuborsak, chap tomonda a kvadrat b kvadrat bu gipotenuzaning kvadrati degan, o'ng tomonda esa 400 ga teng bo'lmoqda. Bundan gipotenuzamiz 20 ga teng chiqar ekan. Javobimiz A javob bo'lmoqda.